Menga yordam berganlarga ham Alloh o'zing yordam bergin, menga aldaganlarda o'zing jazosini bergin. Allohu akbar. Davay qizlar, tezda bo'lamiz. Siz Ziyodaxon tualet vannani yuvasiz. Siz ikkalamiz zalga kiramiz. Tezda qilib ikkinchi ishga ketishimiz kerak. Pulga dogovor qildingiz? Kelsang gapimni qilib olsang ketasan. Xo'p. Yo'q, bas emas, xo'p. Qizlar sizlar pastda kutib turinglar, men xazindan qolib tushaman. Kvartirani topshirib. Ну, как вам, девочки? Все почистили, да? Да, конечно. Очень красиво. Все узбечка хорошая работает, да, очень счастливо. Спасибо вам. 20 тысяч договорилась, да? Я вам скину карту, хорошо? Все девушками выдам денежку, хорошо? Хорошо. Не кидай тогда. Хорошо. Спасибо большое. Еще вам скажу в следующем месяце. Хорошо. До свидания. Sevara, sizni pulingizni kartaga tashlayman. Sizga pul yo'q. Nimaga opa unaqa qilyapsiz? Ertaga kelib tozalayman, bersa keyin beraman. Yaxshi ishlash kerak edi. Opa, men bolalarimga pul jo'natishim kerak. Men gruppadan shu qilib keldim topib. Nima Aldapada aytishuvdi, aldaydi deb. Nimaga unaqa qilasiz? Yaxshi ishlash kerak edi. Boring, yana rus tilini bilsangiz, kirib gaplashib chiqing. Gaplashib ishini ham bitirib, pulini ham olib chiqing. Boring. Sizlar orqalangdan yurmayman. To ertaga kelishim kerak bo'lyapti. Menga yordam berganlarga ham Alloh o'zing yordam bergin, menga aldaganlarda o'zing jazosini bergin. Allohu akbar. Hurmatli Rossiyaga mutofaa yurtgan birinchi kelib zo'r bo'lib ketgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojiklar. Sizlarga bitta maslahatim. Hozir siz necha yillardir ishlab zo'r bo'lib ketgan bo'lsangiz, hozir ayni damda yangi kelgan migrantlarda kodini kovlab, orqasini chiqalab, kasagini rasmga tushirib, boshqalarga tashlab, haydab-haydab ko'rsinda bu videoni shularga tegishli. Birinchi marta kelganingizni eslang, o'zingiz ham qanaqa qiynalgansiz. Bir so'mga zo'r bu, kidallama yurib, unisi kvartiradan bunisi kvartiraga bitta ishga joylashguncha qancha vaqtingiz ketgan, ha? Shuni bitta eslang. Hech qachon ming aybi bo'lsa ham, ming ish qila olmasa ham, ozgina yangi kelgandan podeshka qilaylik, qo'llab-quvvatlaylik. Qo'limizdan kelsa ish topib beraylik, qo'limizdan kelsa kvartira topib beraylik. Lekin hech qachon ne umidlar bilan kelgan, hali hech narsaga ko'nika olmay farzandlarini sog'inib yurgan, ayniqsa ayollarga ozgina podeshkada bo'laylik. Iltimos sizlardan. Shu videoni hamma o'zbek tojik qizlarga jo'natib qo'ying, ko'rishsin, bir-birlarini qo'llab. Oyligini ola olmagan, pulni ola olmagan taqdirda ham avval kelganlar, tilni biladiganlar yoqib-yoqalashib pulni olib bersin, haqqini ayirib bersin. Zero bu yordamingiz orqasidan Xudoyim sizga qancha savoblar yog'diradi va baraka eshiklarini ochib qo'yadi. Sog' bo'lasizlar.